واجعل كلنا حجة يا رب العالمين. اللهم لا واصل قارمز إيران قليل ذلك مبارك رمضان وإذا ختم القرآن لرب كلنا الله فزد إبراهيم بنقصان مستقبل إليك وقل ختم القرآن لردن أولا وتراوت قليل لرب وزير أكرم قليل وكلام شريف صلاة لردن برشان رمزدن وتكن متوفاlarımız mübarek aylarda o'tgan ota-onalarimiz, esh aqrabolarimiz, bu Qur'on o'qiganlar taraflaridan o'tib ketgan barcha mutavaffolarni ham Alloh ruhlarini bahramand qilgin. Parvardigorim, aziz jamoatimizni o'zingni baytingga bosgan har bir qadamlariga ajrlar, hasanotlar ato qilgin. Hadis sharifni o'qidik, ya'ni bu kechada imom bilan birga to'liq namozni ado qilganlar kechani to'liq ibodat qilganlik bilan barobar debdilar Payg'ambar alayhissalom. Alloh mana shunday ajr savoblardan hammalarimizni o'zing bahramand qilgin. Mohi sharif Ramazonni tom oxirigacha mana shunday ibodatlarda qoyim bo'lishligimizda Alloh bizlarga o'zing madadkor bo'lgin. Parvardigorim, mana bu jamoatimizni o'zingdan so'ragan qalblarida nima ezgu niyatlari bo'lsa, bemorlar bo'lsa Alloh bemorlarga shifoi komil bergin. Mushkuli borlarni mushkullarini oson qilgin. Qarzlarni qarzlariga najot bergin. Parvardigorim, bu jamoatimizni qalblaridan nima ezgu niyat bo'lib ko'ngillaridan o'tkazib turgan bo'lsalar, Alloh o'ylaganlaridan, niyat qilganlaridan afzaliga muyassar qilgin. Alisher birodarimizni o'g'illari Abdulloh, Abdurahmonlarni kerak joyda hofizi Qur'on olimlardan qilgin. Bu jamoatimizdan ham har birlari Parvardigorim zurriyotlaridan bu qorilarimizdek qori murattablar, olimlar chiqishligini o'zing nasib rozi qilgin. Allohumma salli va sallim va barik alayhi. Allohum bu jannat olam yurtimiz O'zbekistonimizni tinch, turli xavf xatarlardan o'zing saqlagin. Bu ibodatimizni ilm erkin ado qilishlikda xizmatda o'tirgan atrofimizdagi barcha xodimlarni Alloh ularni hamdillaridagi ezgu niyatlariga o'zing muvaffaq qilgin. Allohumma salli va sallim va barik alayhi bi rahmatika ya